Dadasi bu sigirni olishga oldik. Qanday qilib sog'amiz endi? Endi qishloq hayotiga o'rganishimiz kerak-da. Hech bir mol sog'maganmiz. Yo'q-da. Bir o'rnak ko'rgani. Bismillahirrohmanirrohim. Menimcha onasi sut ichish ham qiyin bo'lsa kerak, ha? Molga yem ber, uni boq, 1 litr sut olish uchun Chiqmayapti dadasi. mahkam ushlab tortish kerak-da. Yo'q, chiqmayapti. Keling, bir o'zingiz ham urinib ko'ring. Men hech ishim tushmagan bunga, g'alati bo'lyapti-da. Birgalashib qilaylik-chi. Ushlab ko'rishim kerak, ha? Dadasi, Sen o'zing tortgan tushib qolar. Tushmayapti-da mana. Tushmayapti dadasi. Bo'lmasa sen bittasidan tort, men bittasidan tortaman. Bo'ladimi onasi? Urinib ko'ramiz. O'zi tepmaydi, ha? Yangi kelgan mol bo'lsa bu. Menimcha urnaqani sog'ilib qolar. Mana bo'lar ekan-ku. Voy, mana dadasi. Ya, zo'r ekan buni sog'ish. Bundan keyin o'zim ham sog'averaymi deyman. Sen boqib kel, men sog'ib beraman senga. Bo'ldi, tamam.